ey iymon keltirganlar, Allohni juda ko'p zikr qilinglar. Allohni juda ko'p zikr qilinglar va ertayu kech u zotni poklab yodga olinglar. Subhanalloh deylar. U zot pokdir, u zot pokdir deb yuringlar. Mushriklarni, kofirlarni, boshqalarni Allohga qo'yayotgan ayblarini hammasidan Alloh pokdir. Hamma narsadan pokdir deb yurishni Alloh taolo bandalariga buyurgan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo uzkuruni fazkuruni azkurkum deydi. Bas, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman deydi. Gapni qarang. Allohni kim zikr qilsa, eslasa, yodlasa, Alloh o'sha bandani zikr qilar ekan, eslar ekan, yodiga olar ekan. Alloh buyuk zot. Alloh yaratgan narsalarning hammasi buyuk. Osmonlarning cheki yo'q. Sayyoralarning soni yo'q. Hech adadi yo'q, chegarasi yo'q. Tog' toshlar, okeanlar, buyuk narsalar turibdi. Ana shularning oldida inson bir zarracha ham kelmaydi. Juda kichkina narsa odam. Nihoyatda kichkina. Lekin shu kichikligi bilan Allohni zikr qilishilar Alloh uni eslaydigan vaqtga sazovor. O'zimiz o'ylab ko'raylik-a. Bir yaxshi ko'radigan, martabasi bor odam falonchiga salom aytib qo'y deb birovdan salom aytib yuborsa, boshimiz osmonga yetib keladi. U katta odam meni eslayapti-ya. Esida bor ekanman. Endi Alloh eslab tursa, zikr qilaman deb o'zi va'da berib tursa, bu qanday ham buyuk narsa. Shuning uchun Allohning zikrini nihoyatda yaxshi tushunish kerak va bunga amal qilishimiz kerak.